Shu kommentariyaga javob bermasam bo'lmaydi-da. Kommentariyni qarang. Biram hidi sassiqki. Yaxshi. Bitta anaga bo'lib qoldi, javob bermasam bo'lmaydi. Ingroq esib vaginaga tiqasiz. Agarda hid sezsangiz, chismovda hidi burningizga kelsa, gapirmasam bo'lmaydi, hurmatli obunachilar. Juda asabli chiqib ketdi deydi. Sani asabing chiqmadi, baraka topkur. Beso, sani asabing chiqdi, sen xursand bo'lding. Sen xursand bo'lding. Sen xursand bo'lding, baraka topkur. Sen oxirigacha qo'ymaysanmi? Ha? Oxirigacha qo'ymaysanmi videoni? Men tiqib demaganman, baraka topkur. O'rab, salgina ezib. Shuncha odam shu ishni qildi. Nimaga kuyib ketmadi? Qayerdan bilamiz buni kuyganlik? Qayerdan bilamiz sen ishlatmaganingni shuni? Propaganda qilmaganing. Xaytirlik qilish oson. Senga obunachi kerak-ku. Men biror marta obunachi yig'aman deb bir narsa qilmaganman. Sen xaytirlik qilding, xursand bo'lib olib chiqding. Ha, ushlandi deb. Senlarda nechta aybingni chiqarib taylayman bilasanmi? Men prosta sudga berib qamatib yurishlaring mumkin. Shuni ochib tashlayman hamma joyingda, shuni ochib tashlayman. Sen nechta doказательство kerak? Har kun video qo'yishim mumkin. Senlar haqingda. Tushunyapsanmi? Senlar haqingda qancha video qo'yishim mumkin? Bittagina bir ayol betini ko'rsatsin edi. Tiqib olib yarim soat kechasi uxlab qolmaslik kerak edi. Lattaga o'rab tiqish kerak edi, salgina ezib. Nima videoni oxirigacha qo'ymading? Nimaga qo'ya olmading? Sen operatsiya qilgan nechta panset men oldimga kelgan. Xabaring bormi shuni? Men seni videoga olib bunday qo'ymadim-ku. Xullas, tushundingmi? Xullas, xalq o'zi tanlab olsin. Men hech kimga majburlab chisnoq tiqmaganman. Men Ibn Sinoni kitobidan olib gapiryapman. Men baraka topkurlar, men o'qiyapman. Bir tomonida varikatsiyali bo'lsa, ikkinchi tomoniga ham bor ekan deb pulini olasan-ku. Olmayman-de, bepul operatsiya qilasanmi? Birortaga bir $100, $200 pul berib qo'ygan joying bormi ehson uchun? Berasan. Korоче, xalq o'zi tanlab oladi. Rahmat.